Assalomu alaykum. Bu kishini bir ajoyib uslubini eshitib qoldim. Ajoyib bir duoni o'rgatdilar. Bir ko'zni o'tkir bo'lishligini bir uslubini o'rgatyaptilar. Aytdilarki, 100% ko'z ko'rishi yaxshilanadi. Ko'zoynakka muhtojligingiz qolmaydi. Ko'zoynakni tashlab yuborasiz deydi. Toza zaytun yog'ini olib, unga Qur'oni Karimdan ikkita oyatdan o'qib dam solinar ekan. Ya'ni birinchisi Surai Nurni oyati. A'udhu billahi minashshaytonirrojim. Allohu nurus samawati val ard. Mana shu oyatni 7 marta o'qib dam solinar ekan. Shu zaytun yog'iga. Allohu nurus samawati val ard. Alloh taolo yer va osmonlarning nuridir. Keyin Surai Qofdan 22-oyatdan bu oyat o'qilar ekan. A'udhu billahi minashshaytonirrojim. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. Bas biz sendan pardangni ko'tardik, bugun ko'zing o'tkir bo'ldi degan oyatlar. Shu ikkala oyatni 7 martadan o'qib shu zaytun yog'iga dam solinar ekan va kechqurun yotarda shu zaytun yog'idan o'zini kindigiga 3 tomchi tomizib ustidan leka plastir yopishtirib yotib uxlanar ekan. Bu usulni 3 hafta davomida qilish kerak ekan. Va ko'z ko'rishi o'tkirlashar ekan, ko'zoynakka muhtojlik qolmaydi deb bu kishi shunday deyaptilar. Ko'zoynaksiz Qur'on o'qishlikni Alloh nasib qilsin. Alloh taolo ko'zingizni o'tkir qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.